O'z xalqim asl dada. Aleyküm assalom oğlum. O'tiring qon. Yo'q, biz boshqa mashinaga. O'tir deyapman senga. Ey jinqarcha. Sen ham o'tir. Ha o'g'iltoy. Nima yurish bu? Uyat emasmi? Ha? Ey men ulim o'qiyapti deb ertaga kech mana taksi qilaman, 1-2 bo'lsin deb. Birovdan kaming bo'lmasin deyman. Kontraktini to'layman deb kechalari uyga kelmayman, bilasanmi? Ertalabgacha taksi qilaman, kechqurun qimmat bo'ladi. Sen mana jinqarcha bilan yurishingni qara. Sen uyingdagilar bilaman? Ha? Ha. Sen otangni ko'rayin hali. Bu kursdoshim. Kurstosh qo'ltiqlashib yurasan ko'chada. Turib bo'l hozir sen. Sen yana ko'rayin seni hali sen nima qilaman? Senga jazo. Seni o'qisin deb qishloqdagi Makkani urishga odam jo'natuvdimmi? O'zing urasan. Terlab o'zing urasan. Seni birovdan kam bo'lmasin, o'qisin deb Makka poyalarga odam qo'yib atman. Sen odam bo'l deyman senga. Otangga o'xsha deyman. Ey, menga qarang. Nimaga telefonni ko'tarmaysiz? Xotiningiz bilib qolmasin deb budok tashiyman, qaytib chiqmaysiz. SMS yozaman. Oshna, qayerdasan deb yozmaysiz ham. Bir vaqtlari qop va'dalar beruvdingiz. Gullar, podarkalar, ertalabgacha mehmon bo'lib ketardingiz. Kelaman deysiz, kelmaysiz. Ana o'g'lim. Yig'ishtiring shu o'g'lingizni kontrakti deysiz, kiyim-kechagi deysiz, jonga tegib ketdi-ku. Menga bergan va'dalaringiz-chi, tilla, iPhone'lar, podarkalar qachon olib berasiz? Ana uydagilar. Bilmayman, men xalq siz qiling, bo'ldi, dugonalarim oldida uyalib o'ldim men. Mayli. Dada, Ha o'g'lim. Makkani birga uramizmi deyman? Enangga aytma, o'zim o'rib qo'yaman. Bo'ldi. Ana qizni hapaq qo'yib yugurib kechirim so'ra. Bolalar yaxshi o'qisa bo'ldi.